Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan biza mavzuyimiz, ya'ni statistika mavzusini ko'rib boramiz. Hop, bugungi mavzu mobaynida sizlar bilan statistika tarixini, muhrlarning turlari haqida hamda O'zbekistondagi ilk marotaba qo'llangan muhrlar haqida gaplashib o'tamiz. Hop, demak, muhrlar biz uchun nimaga kerak yoki bu muhrlarni o'rganishdan nima bizga maqsad degan bo'lsa, o'zi aslida sfragistika so'zi yunoncha sfragis, ya'ni muhr degan ma'noni anglatadi. Ba'zida esa bu so'zni lotincha sigillum, ya'ni muhr so'zidan olinganligi hisobida sigilografiya deb nomlanadi. Demak, muhrdan biz nima o'rgana olamiz deydigan bo'lsak, birinchidan aynan mana shu muhrlarni o'rganish orqali biz ma'lum bir davlat haqida ham ma'lumot berishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, albatta mana shu muhrlarni ko'rayotgan paytimizda ham ba'zida bilamizki, ayrim bir xatlarga yoki ba'zi bir hujjatlarga muhrlar bosilgan bo'ladiki, mana shu muhrlardagi ayrim belgilar ham bu hujjatning qay darajada ekanligidan dalolat beruvchi muhr bo'ladi. Ba'zida esa mana shu muhr orqali biz yana mana shu bir diplomatik hujjat haqida qo'shimcha ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari aynan o'sha paytdagi matbuot davridagi yoki davlatni rivojlantirish mobaynida qilingan har qanday hujjatlarga ham muhrlar bosilgan bo'lib, bu muhrlardagi turli xil belgilar, masalan, hozirgi kunda ham ayrim bir hujjatlarda davlat ramzlari qo'yilgan bo'lsa, masalan, gerb yoki qog'oz yoki boshqa degan ma'lumotlar bo'ladi. Mana shunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu hujjatni haqiqatda demak ahamiyati yuqori ekanligini bildiradigan bo'lsa, muhrlarning ham turlari bo'ladi. Ya'ni bu muhrlarda masalan hozirgi kunda ham yordamchi muhrlar bor hamda asosiy muhrlar borki, shu nuqtai nazardan bu muhrlar orqali biz hujjatning ahamiyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sfragistika albatta doimo giraldika bilan, ya'ni epigrafika bilan hamda numizmatika bilan birgalikda aloqada bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz mana shu muhrlarni ham o'sha tangalardagi yoki gerblardagi qandaydir bir belgilar bilan solishtirgan holda, odatda masalan bizning ham muhrimizdagi mana shu gerbimiz tushirilganligi yoki tangamizda ham xuddi shuni gerbni mavjudligi, bularning barchasini bir-biriga bugungi kunga qadar ham bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Birinchi marotaba aynan muhrlarni o'rganish kerakligi haqida demak aslida kitob noshiri bo'lgan ma'rifatparvarlardan Nikoy Ivanovich Novikov tomonidan taklif berilgan va aynan u o'zini qiziqishlarini qadimgi Rossiya bibliotekasi nomli asarda ma'lum qilgan. Shu nuqtai nazardan aynan u o'rganish mobaynida Rossiyaning eng qadimgi davridan toki o'z davrigacha mavjud bo'lgan muhrlarni tadqiq qilib chiqadi va mana shu tadqiq qilish mobaynida bu muhrlardagi o'zgarish evolyutsiyasini tadqiq ham qilib beradi. Hop, demak, ikkinchi tomondan ko'radigan bo'lsa, aynan bu davrdagi muhrlar bo'yicha birinchi marotaba albom ham tuziladi va natijada Lakiyevning Rus giraldikasi nomli asarda ham 1855-yilda Sankt-Peterburgda aynan muhrlar haqida ma'lumot ko'rsatib o'tiladi. Hop, muhrlarni faqatgina aylana shaklda emas, balki turli xil shakldagilar mavjud bo'lgan, hattoki to'rtburchak shakldagi mana suratda ko'rishimiz mumkinki, muhrlar mavjud bo'lgan yoki silindrsimon shakldagi, boshqa shakldagi muhrlar ham bo'lganki, bu muhrlarni bajaradigan funksiyasiga qarab ham demak ular yasalgan. 20-asr boshlarida Areshnikov Materialika Ruskiy Sfragistika nomli asarda aynan o'z davridagi muhrlarni, ya'ni o'zi o'rgangan muhrlarni giraldika bilan emas, balki numizmatika bilan ko'proq bog'lab o'rganish kerakligi haqida ma'lumot beradi va 1904-1917 yillarda Lixachev esa aynan 700 dan ortiq muhrlarni bir-biriga solishtirib tahlil qilib beradi. Shu nuqtai nazardan aynan bu muhrlarni kuzatayotganmiz biz shunday bir xulosaga kelamizki, odatda muhrlar 3 xil ko'rinishda mavjud bo'ladi. Ya'ni bunda oltin muhrlar, demak bronza muhrlar hamda kumush muhrlar kabi muhrlar mavjud bo'ladi.
oltin muhrlarni judayam ahamiyati yuqori bo'lgan hujjatlarga ishlatilsa, kumush muhrlarni esa o'rtacha darajadagi demak hujjatlarga ishlatilsa, bronza muhrlar esa umumiy barcha tarzdagi demak hujjatlarga ishlatilaverganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Muhrlarda ba'zi bir paytlarda esa turli xil hayvonlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hattoki bu narsani aynan o'sha davlatdagi demak qaysidir ma'noda bilan ham bog'langan muhrlar mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Muhrlar odatda metall, mum, qog'oz, so'rg'ich va boshqa narsalarni demak tadqiq etishimizda asosiy vosita sifatida rol o'ynaydi. Chunki har safar masalan muhrlar har xil shaklda imzolanganki, ba'zi paytlarda ularning shakli ham turli bo'lgan. Hattoki Misrda silindrsimon shakldagi muhrlar ham aniqlanganini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi paytlarda esa muhrlarni demak uzuk qilib taqib yurgan odamlar ham mavjud bo'lgan. Chunki uni olib yurish oson bo'lganligi uchun hattoki islom dinida ham payg'ambarimiz bilamizki, o'z muhrlarini uzuklariga qo'yib saqlayotganlar, ya'ni uzuk qilib taqib yurganliklari haqida ma'lumot berilgan. Nima deganda o'shanda cho'ntakda muhrni saqlab yurish qiyin bo'lganligi uchun ham aynan muhrni uzuk qilib Muhammad payg'ambarimiz o'z qo'llarida mana shuni saqlab yurganliklari haqida ma'lumot beriladi. Bu demak uzukli muhrlardan odatda demak teshigi bo'lgan, ba'zida esa uni taqib yurish ham mumkin bo'lishi uchun mana shunaqa muhrlar tashkil etilgan. O'rta asrlarda demak muhrlarni yasashda boshqacharoq usuldan ham foydalangan, ya'ni osma muhrlar tashkil etilgan. Unda mana shu chap tomondagi suratda ko'rganimiz kabi muhr bo'lib, uni qisilishi natijasida orasidan o'tadigan ipni demak qisib qolishiga sabab bo'lgan. Hop, endi ikkinchi tomondan ko'radigan bo'lsak, albatta mana shu muhrlarni saqlanish jarayoni hamda mana shu muhrlarni tutilish jarayoni ham albatta ularning metallari bilan bog'liq bo'lgan. Boyagi aytganimdek, qo'rg'oshinli muhrlar molidovullar deb atalgan bo'lsa, kumush muhrlar esa argirovullar deb atalgan hamda oltin muhrlar esa fresovullar deb atalgan. Bularni hujjatning darajasiga qarab ishlatilgan. Odatda asosiy hujjatlarda o'sha qo'rg'oshinli muhrlardan foydalanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu asbobimiz bullotiri deb ataladi. Bu bullotirida mana shu shakldagi muhrni qisish uchun, ya'ni odatda bu qo'rg'oshindan qilinganda orasidan ip o'tadigan teshigi bo'lgan va o'sha kerakli bo'lgan hujjatni aylantirib nima qilingandan keyin, bog'langandan keyin yoki biror narsaga qo'yilgandan keyin undan ip o'tkazilib, keyin mana shuni muhrni orasidan o'tkazilib, uni mana shu bullatiri bilan qisib qo'ygandan keyin chiqmaydigan bo'lgan. Buni oson bo'lishi uchun mana hozirgi kundagi ko'pchilik gaz apparatlarida yoki boshqa bir plombali, masalan, suv o'lchagich boshqa narsalarga qarasak, xuddi shunaqa muhrlardan hozirgi kungacha foydalanayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shu bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar.